Navbatdagi lokatsiyamiz Toshkent viloyati Bekobod tumaniga bo'ldi. Mehmonxona uchun penal komodka berdik. Dastlabki uстановkalari bilan. Kichik videodan joylashtirib berdik. Joyini kichkinaligi hisobiga tremoyimni отдельно qo'yib bering deyishdi. Mana videoda qanaqa bo'lsa, sifatlari xuddi shunaqa. Bu tarafiga ham komodni qo'yib berdik. Komodlari ham mana sifatlarini ko'rib ko'rasizlar. Tepalari oyna, anchuncha sinmaydi, naqshlari ko'chmaydi, kraskalariga 5 yil javob. Pastlari ham mana oyna qilib ishlangan fasadlariga. Ichlarida bo'lkalari bor. Bemalol katta, keng foydalansa bo'laveradi. Shunga o'xshash mebelga oid masala va xizmatlar bo'lsa yoki mebel kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Dastlabki uстановkalar bilan yetkazib beramiz.